Bu 5 ta narsani o'z vaqtida almashtirib yursangiz, mashina sizga aniq rahmat aytadi. Bular nimalar? Birinchisi, motor moyi har 5000 kilometrda almashtirishlik kerak va sifatli moy quyishlik kerak. Ikkinchisi, korobka moyi. Korobka moyini har 50 000 kilometrda yangilab turishlik kerak. Chunki shaharda probkalar bo'ladi, shu sababli moy tez eskirib qoladi. Uchinchisi, antifriz. Antifrizga zavod 5 yil garantiya bergan, buni kutib o'tirmaysiz. Har 2 yilda bir marta antifrizni yangilab turishligingiz tavsiya beriladi. Agar antifrizni o'z vaqtida yangilamay tursangiz, antifriz zanglab, bachoylar chiritib yuborishligi mumkin. To'rtinchisi, svichalar. Svichalarga zavod 100 000 probeg bergan. Agar siz gazda, propanda yoki metanda yuradigan bo'lsangiz, har 50 000 kilometrda yangilab olasiz. Agar benzinda yuradigan bo'lsangiz, 70 000 kilometrda yangilab olishligingiz tavsiya beriladi. Beshinchisi, zubchati remen hisoblanadi, ya'ni motor ichidagi remen. Zubchati remenga zavod 240 000 garantiya bergan. Bilmayman qanaqa qilib buni garantiya beradi. Almashtirish tavsiyasini bo'lsa 100 000 qilib belgilagan. Aslida 100 000 ga ham yetib bormasa, ko'pchilikda ko'rib turibman, 50 000 60 000 ham almashib ketyapti. Shuning uchun tavsiya beriladi 50 000 60 000 da zubchati remenni bir tekshirtirib qo'yishlik ustiga borib. Agar tishlari yeyilishni boshlagan bo'lsa, sirasi almashtirib olishlik tavsiya beriladi. Bo'lmasa sizga ancha qimmatga tushadi. Mana shu 5 ta narsani o'z vaqtida almashtirib yursangiz, mashinangiz ham uzoqroq sizga xizmat qiladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiskani bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang.